kundan beri men uchun yordam berib, butun dunyodagi odamlar qayg'urib, hattoki o'zimizni o'zbekistonliklar qayg'urib meni kartamga pul tashlashyapti. Чтобы men oyoqqa turishim uchun, больница uchun men xalqimdan kattakon rahmat deb so'rayman. Что meni duo qilyapsiz, каждый день, har kuni meni duo qilyapsiz. Bu uchun men kattakon rahmat deyman. Va birinchi o'rinda va shu narsani ko'targan Jasmina inson, ya'ni Jasmina opaga juda ham rahmat deyman u insonga. Kattakon rahmat sizga. Чтобы xalq bildi, чтобы shu narsani menga pul kerakligini, davolanishimga, operatsiyaga va yaxshi hayotga qaytishga, чтобы men ham oila qurishga, o'zim yashashimga bemalol, yurishimga bemalol va farzand ko'rishimga meni qo'llab-quvvatlab pul tashlayapsizlar. Kattakon rahmat sizlardan. Alloh rozi bo'lsin xalqim. Rahmat. Jasmina opa, Nihol opa va Munisa opa 2 kun davomida uxlamay men uchun Turkiyadan doktorlar topishdi. Dunyo bo'ylab kerak bo'lsa doktorlar topishdi. Чтобы ulardan kutishdi, qanaqa javob keladi, qanaqa javob to'g'rimi, plus 50 minus. Va Turkiyadan qidirib professorlar bilan gaplashib doktor topishdi. Va shu uchun men kattakon rahmat deyman ularga. Va biz ertaga onam bilan birgalikda Turkiyaga uchib ketamiz. Va bizni Munisa va bizani Jasmina opa kutib oladi va politsiyaga olib borishadi. Ko'rikdan o'tkazishadi va qancha pul ketishini hisoblashadi. Birinchi tekshiruv o'tadi. Tekshiruvdan keyin qancha pul chiqishi aniq bo'ladi. Ularning hammasi sizlar berayotgan pul evaziga xalqim rahmat. Sizlar berayotgan pulga biz borib biz sizlar berayotgan pulga biz Turkiyaga borib professorlardan analizlaridan o'tib va qancha summa yana kerakligini aytamiz. Еще? Просто скажи, что благодарна за организацию того, что обо мне позаботились. Menga именно shu kunda men shu narsani shuncha vaqtdan beri tashkillashtirib bergan shu kungacha bo'lgan narsalarni qisman xalq biladi. Masalan, mana ko'p narsa o'tdi, ko'p narsa bo'lgan ekan. Men ko'p narsadan oqlamoqchi emasman. Bu vaziyat, men ko'p narsadan mana aynan oyog'i 7 sm uzunligini, operatsiyada muammo borligini men o'sha chiqqandan keyin bildim. Men nimagadir o'sha reabilitatsiya bo'lyapti deb xotirjam bo'lganman. To'g'risi bu meni oqlaydigan vaziyat emas. Albatta bu shunaqa noto'g'ri vaziyat. Albatta mana ko'rdim Sabrina, Oysini ko'rdim. Men bilmaganim uchun uzr Sabrina. Men noto'g'ri informatsiyada bo'lganman. Bu oqlaydigan vaziyat emas. Lekin mana hozir bildimki, bundan buyog'iga Sabrinaga operatsiya 2-3 stadiyali operatsiya qilish kerak ekan, lekin Munisanga, Jasminga rahmat. Bularga ham aytib o'taman. Vahina senga rahmat. Nihola chiqadi. Nihola xo'sh, shunchalik rahmat. Harakat qilganinglarga, shu sinimizni hayot uchun kurashganinglarga avvalambor rahmat. Butun xalqqa eng qolaversa xalqimizga hamma yordam rahmat. Befarq bo'lmagani uchun. Endi demoqchimanki, men hozir kim aybdor nima demoqchi emasman. Biz mana yonidamiz, Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha mushkul operatsiya ekan. Endi Xudo xolasa o'ylaymanki, Sabrina yengib ketadi. Xudo xolasa buyog'iga mana biz turibmiz, mana Munis senga rahmat, xalqimiz yordam qilyapti. Shu meni gapim shu. Hamma loqayd bo'lmaganligi hammaliga rahmat. Sog' bo'ling.
Да, хочу отдельно поблагодарить снова Jasmin. Jasminga kattakon rahmat demoqchiman, chunki Jasmin bizani 2 kun bo'g'di, meni, Niholani, hammani kerak bo'lsa oyoqqa turg'azib, iltimos yordam beraylik, qo'limizdan kelgancha. Mana Niholi kechadan beri bizga vrachlarni qidirib, Turkiyada ko'p vrachlar yo'q dedi, olmaymiz deyishdi, lekin bitta professor vrach hop dedi, olib kelinglar deyishdi. Shu bilan biz bugun ertalab meni Instagramimda, Jasminning Instagramida, Niholani hammani Instagramida qo'ydik karta raqamini va ko'p insonlar kattakon rahmat demoqchiman xalqimizga. Qanchalik sizlar boshqachasizlar, baribir bizni o'zbeklar boshqacha insonlar. Butun dunyodan pul jo'natishdi shu kartaga va shu kartadan normalniy summa to'plandi va biz bu summadan olib biletlar sotib oldik. Ertaga Sabrina onalari bilan birgalikda Tursiyaga ketishadi. Biz apartamentlarni oldik, vrachlar bilan gaplashdik. Kerak bo'lsa endi ularda Jasmin kutib oladi, menimcha. Jasmin kutib oladi. U yerda bizning представителimiz bor. Turkiya Jumhuriyati bilan birgalikda qilinyapti. Bizning o'zimizni O'zbekiston vakillari bilan birgalikda qilinyapti ikkita davlat o'rtasida. Albatta sog'lig'ini qonuniy ravishda himoyaga olinadi va bu narsani biz kontrolga qo'yib kontrolga olib turibmiz. Nima bo'ladi, nima qo'yadi? Sotsial setlarda o'sha Jasminda bizda bunisi ko'rib borishlari mumkin. Ertaga xudo xohlasa bularga oqlab deymiz va o'sha yerda bizning представителimiz Go'zal Jasmin kutib olib, ularga o'sha apartamentlarni joylarga qo'ydilar va tekshiruvlarga olib boriladi. U yog'iga xudo xohlasa oyoqqa turishiga avvalambor va hammamiz xalq bilan birgalikda harakat qilamiz. Hammamiz birlashdik. Va o'tmoqchiman bitta gapdan, demak hech qanaqa sponsorlar yo'q. Kimdir hozir bizani ko'rayotgan bo'lsa, men sponsorlik qilmoqchiman yoki qanaqadir zo'r organizatsiyalar bo'lsa, mana kartamizni raqamini, mana Sabrinani kartasini raqamini qo'yamiz. Bemalol albatta sizlar yordam berishingiz mumkin. 1 so'm bo'ladimi, 5000 so'm bo'ladi, 10000 so'm bo'ladimi, qo'lingizdan kelgancha yordam bersangiz albatta biz hammamiz xursand bo'lardik va albatta Sabrina juda ham xursand bo'lardi va o'z nomimdan ham, albatta o'zim nomimdan, Jasmin nomidan, Niholani nomidan, hammamizdan nomimizdan biz sizlarga ta'zim bildirmoqchimiz. Hammaga kattakon rahmat qo'llab-quvvatlaganingiz uchun va bu situatsiyaga deydi-ku, katta e'tibor berganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat.